Xo'sh, mavzumiz poliploidiya. Poliploidiya o'zi poliploid navlar olish, ya'ni aytaylik ikki guruhga bo'linadi poliploidiya. Masalan, muvozanatli poliploidiya va muvozanatsiz poliploidiya. O'zi nima degani poliploidiya? Aytaylik, ba'zi organizmlarni xromosomalar, misol uchun davriy sistemada misol uchun hammayda xromosomalarni X holatda belgilab ketaylik. Xromosomalar organizmda xuddi shu zaylda joylashgan bo'lsa, ularda bo'linish o'rchig'i hujayraning ikki qutbiga turadi. Ular borib har bitta xromosoma o'z qutblari tomon torta boshlaydi. Ana shu qutblar tomon xromosomalar teng taqsimlanishi bu normal holatdagi organizmlarni keltirib chiqarishga asos bo'ladi. Endi agar shu holatda xromosomalar ikki qutbga teng tarqalsa, 4 misol uchun bo'linayotgan bo'lsa, ikkita bo'linadi. Lekin ba'zi holatlarda o'smiklar olamida sitokinin, gibrilin, auksin degan aytaylik fitogormonlar ta'sirida mana bo'linish o'rchiqlar ishi buziladi. Ishi buzilgandan keyin natijada xromosomalar bir qutbga o'tib qolishga aytaylik asos bo'ladi. Endi bir qutbga o'tib qolgandan keyin biz bilamizki, har doim xromosomada genlar joylashadi. Genlarni biz harflar orqali belgilab olamiz. Endi mana bunda joylashgan genlar, aytaylik bunda kichkina A geni, bunda katta A geni, bunda kichkina A geni joylashgan edi. Endi shu holatda xromosomalar ikki qutbga katta, kichkina holatda taqsimlanmay bir qutbga o'tib qoladi. Natijada bir vaqtda o'zida bir tomonda ham ikkita dominant va ikkita resessiv harflar hosil bo'ladi. Endi mana shu aytaylik yoki spermatozoid yoki tuxum hujayra bo'lsa, u endi oddiy boshqa bitta hujayrani qo'shilishdan poliploid o'smiklar kelib chiqadi. Misol uchun aytaylik, mana shu organizm endi mana bu organizmdan gameta berishda bir qancha farqlar mavjud. Ya'ni aytaylik nisbatan murakkabroq kombinatsiyaga ega bo'ladi. Buni olishda misol uchun mana har doim A ikkita katta, agar mana bu holatda bitta katta, misol uchun bitta kichkina bo'lib gameta berardi. Endi ikkita va bundan ikkita bo'lganligi uchun endi bunaqa gameta olish mumkin emas. Endi gametalar biroz murakkabroq qilamiz. Ya'ni, xo'sh, mana bu ikkita harf bitta gameta beradi. Katta, bundan bitta gameta chiqadi. Endi kattadan bitta olsam va kichkinadan bitta olsam. Katta, kichkina. Endi kattadan bitta, kichkinadan bitta olsam. Katta, kichkina. Endi kichkinani o'zidan yana bitta xromosoma va ikkita xromosoma, ya'ni ikkita genni hosil qiladi. Endi bitta, ikkita, uchta, to'rtta gametani ikkitasi bir-biriga o'xshash bo'lganligi uchun mana bu gametani o'chirib, xuddi shunaqasidan ikkita deb olaman. Ya'ni buni bariga yozay. Demak, bundan bitta, bunaqasidan ikkita va bunaqasidan bitta gameta olinadi. Endi xuddi mana shu narsani biz poliploidiya deymiz. Ya'ni bundan olingan organizmlar poliploid navlar deyiladi. Endi poliploidiyada yana hozir masala tushyapti. Mana bunaqa sodda masala birinchi tushgan, lekin hech kim ishlay olmagan. Birinchi kun tushgan. Nima uchun? Chunki bizlar shu paytgacha mana bu heterozigot organizmda poliploid nav yaratildi degan so'zni eshitmagan biz. Endi bu 9-sinf aytaylik kitoblarda, 10-sinf kitoblarda yo'q. Bu genetika oliy ta'limda G'ofurov degan insonni masalan kitoblarda olingan qisqagina manbasi bor, lekin uni biz juda ham murakkab holatlarga keltiryapmiz. Mana bu holatda demak biz ko'rib turibmizki, bu muvozanatli poliploidiya. Bilsanglar, muvozanatli bo'lishi mumkin yoki muvozanatsiz bo'lishi mumkin. Bunda genlar bitta yoki ikkitaga ortgan bo'lsa, ya'ni son jihatdan bittaga ikkitaga ortgan bo'lsa, muvozanatsiz. Endi karra ortgan bo'lsa, muvozanatli poliploid deymiz. Endi mana bu organizm qanaqa gameta beradisa, buni osongina topishimiz mumkin. Ya'ni fikrladim men bundan aytaylik ikkita chiqdi. Buni ushlasam, bu bilan bir marta, bu bilan bir marta yozaman. Ikkita chiqadi. Aytaylik mana. Bu bilan bir marta, bu bilan bir marta. Xo'sh, ikkita chiqadi. Keyin buni yana ushlab, bu bilan bir marta, bu bilan bir marta. Endi mana buni biz 4 ta qilib ketamiz bir vaqtda o'zida. Xo'sh, xuddi mana shuni aytaylik sizga salgina murakkablashtirib beradi. Ya'ni mana bundan nechta gameta beradi? Mana bundan
ya'ni 6n dan yoki va hokazo 8n dan qanaqa gameta beradi deb savol beradi. Bu paytda biza juda ham qiyinchilikka duch kelamiz. Shuni osongina yechimi agar muvozanatli poliploidiya bo'lsa, eng qulay usul mana bu matematik ifoda deb ataladi. Matematik ifodada biz bir vaqtda o'zida hozir 12n ni yozdim, yana dalshi davom etsak bo'ladi. Xohlagancha bizga bersa va uni qisqagina yozib olishimiz mumkin. Nima demoqchiman? Masalan, mana bu holatda 2n, ya'ni 2n deganimda bu yerda yozib qo'ydik. 2n'imizda ikkita harf bo'lishi kerak. 2n'imizda katta A, kichkina. Endi 4n'imizda demak, ikkita katta, ikkita kichkina, 4 ta harfdan iborat bo'ladi. 6n'imiz 6 ta harfdan iborat bo'ladi. Va hokazo 8n'imiz demak 8 ta harfdan iborat bo'ladi. Bu eng osonni tushuntirmoqchiman. Hali qiyinlarni savolda tushgan, men ularni qiyin holatda tushuntirib beraman. Demak, bu nima degani? 2n'imiz A. Demak, bunda nechta gameta beradi desa, 1 kara 1 1, 1 kara 1 1. Demak, boya aytdim. Mana bu holatda bundan bitta gameta olamiz, bundan bitta gameta olamiz. Ya'ni o'zini o'zi ko'paytiramiz. Ya'ni 1 kara 1 1, 1 kara 1 1. Endi xuddi shuni murakkablashtiraman. Mana bu holatda, ya'ni bu 4n dan qanaqa gameta olish mumkin? Bu nima degani? 1 2 1 degani biz yozib olamiz masalan. Boshda ikkita harf olamiz, keyin kattadan bitta, kichkinadan bitta olamiz, keyin ikkita kichkinani olamiz. Endi demak, birinchisi mana bunga to'g'ri keladi, ikkinchisi bunga to'g'ri keladi, uchinchisi bunga to'g'ri keladi. Masalan, 1 kara 1 1, demak bundan bitta gameta beradi. Keyingisi 2 kara 2 4, bundan 4 ta gameta beradi. Keyingisi ham 1 kara 1 1, demak bundan bitta gameta beradi. Mana gameta topish formulasi. Endi xuddi shu o'simlik chachishtiraylik 6n bilan. Mana hexaploid navli o'simlik bilan chachishtirsak. Endi bundan nechta gameta beradi desa, demak bu 6n nimaga to'g'ri kelyapti? Mana bu qatorga to'g'ri kelyapti. Bu uchun 1 3 3 1. Nima degani bu? Ya'ni mana bu uchalasini birinchi olamiz. Mana endi ikkita harf katta olamanda bitta kichkina harfdan qo'shaman. Buni qasddan ham gameta chiqadi. Endi bitta katta harfni olamanda qolganiga kichik harf qo'shaman va oxirida 3 ta kichkina harfni o'zini qoldiraman. Mana shu tartibli gametadan biz olishni bilamiz, lekin nechtadan olinishini bilmaymiz. Endi birinchi holatimiz 1 ga, ikkinchi holatimiz va uchinchi holatimiz mana ikkalasiga va oxirgisi bunga to'g'ri keladi. Endi xuddi shunday. Demak, birinchisi uchun 1 ni 1 ga ko'paytiramiz. Demak, bitta gameta beradi, bir xil. Endi bu bunga to'g'ri keladi. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. Demak, 9. 9 ta gameta beradi. Keyingisi ham 3 ni ko'paytiramiz. 9. Bu ham 9 ta gameta beradi. Demak, 1 kara 1 1. Bu bitta gameta beradi. Mana. Endi xohlagan bitta organizm, masalan, mana bu qatorni, mana bunisini nechta chiqishini aytaylik, yozmoqchiman. Endi yozib olaman. Nechta katta harf? Bu yerda bitta, bu yerda ikkita. Demak, katta A dan 3 ta, kichkina A dan 2 ta. Mana. Xuddi shunaqa yozib olsak oson bo'ladi. 3 ta bundan, 2 ta bundan deb yozib olsak, genotip fenotip topish osonroq bo'ladi. Endi 4 ni 9 ga ko'paytiraman. Demak, xuddi shunaqa organizmlar soni 36 ta bo'ladi. Endi aytaylik, mana bu kattaga topmoqchi bo'lsam, demak, katta A dan 3 ta, bu yerda 2 ta. Demak, katta A dan 5 ta. Shunaqasidan nechta organizm desa, 1 ni 1 ga ko'paytiraman. Demak, bitta. Yoki mana bunaqa organizm yoki mana bu yerdagi organizm topmoqchi bo'lsam yoki mana bu yerdagi organizm topmoqchi bo'lsam, yana xuddi sizlarga ishlayman. Ya'ni bu tarafda 2 ta, bu tarafda 2 ta. Demak, kichkina A dan 4 ta, katta A dan bitta masalan. Endi bunaqa organizmlarda nechta chiqadsa, 1 ni ko'paytiraman o'zini raqamiga, ya'ni 9 ga. 9 kara 1 9. Bu poliploidiyaning eng oson muvozanatli usuli edi. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyaga birorta savol, aytaylik, muammoli savol bo'lsa,
joylasangiz bemalol men ko'rib chiqib, vaqtim bo'lganda ancha yordamlashaman sizga.